Carvus Telegram kanaliga obuna bo'ling. Havola kommentariyada. Minecraft o'yinga nayzlarni endigina qo'shdi va hamma uni hozirgacha bo'lgan eng kuchli qurol ekanligini aytmoqda. Lekin men uning aslida qanchalik kuchli ekanligiga qiziqayapman. Biroq hali hech kim nayzani haqiqiy qobiliyatlarini sinab ko'rmadi. Shuning uchun dunyoyimni tezda yangilashga, yangi nayzani yasashga va barcha aql bovar qilmas savollarga javob topishga harakat qilaman. Masalan, nechta mobni o'ldirishi mumkin va eng yuqori zarari qancha bo'lishi mumkin va bir urinishda ajdarxonni yenga oladimi va boshqa savollar. Albatta oxirida do'stimni chaqirib, nayza menda borligini bildirmasdan PvPda uning qanchalik yaxshiligini sinab ko'raman. Nima yana cheat qilyapsanmi? Xo'sh, biz Minecraftning yangi versiyasidamiz va javob topilishi kerak bo'lgan birinchi savol shuki, albatta nayzani yasay olamizmi? Xo'sh, tayoqni oldim va craft ham paydo bo'ldi. O'ylashimcha, uni har qanday rudadan yasasa bo'ladi. Shuning uchun barchasini, jumladan toshni ham oldim. To'xtang, zumraddan ham yasasa bo'ladimi? Yo'q, balkim lazurit. Nega buni o'ylashmagan? Xo'sh, ametist ham bo'lmas ekan. Xo'p, siz nayzani faqat mana shu 5 ta narsadan yasay olasiz. Albatta olmoslikdan yasayman. Boshqa asboblarga buni neziritga aylantirishingiz ham mumkin. Va nihoyat nayzaga ham ega bo'ldik. Men undan birinchi marta foydalanyapman. Xo'sh, tekshirib ko'ramiz. Tushunmadim. Aha, shunchaki bitta urinishdan qilyapti. Xo'sh, nima bo'lganda ham navbatdagi qiziqarli savolga o'tamiz. Nayza qatorasiga nechta mobni o'ldira oladi? Buni sinash uchun ana u yerda juda ham uzun o'tli yo'lak qurib chiqdim. Keling, tovuqlarni olaman, chunki tovuqlarni uzun qator bilan qilish juda ham oson. Endi ularni qochib ketmasligini ta'minlaymiz. Yuqoriga qarab quramiz, taxtani qo'yib, uni arqon bilan bog'lab qo'yaman. Salgina yuqoriga ko'tarishim kerak, shunda balandliklar bir xil bo'ladi. Endi yaxshi. Keling, to'siqlarni oxirgacha uzaytirib chiqaman. Xo'sh, bu yetarlicha uzun bo'ldi. Har bir to'siqning ustida bitta tovuq bo'ladi. Mendan tovuqlarni qanaqasiga topishimni so'rashingiz mumkin. Men esa avtomatimga borib, ichidan tovuq tuxumlarini olib, albatta o'zim bilgan ishni qilaman. Men shunchaki tuxumni otib, tovuq chiqishini kutib, keyin uni sudramoqchi emasman. Juda ham ko'p ish bo'ladi. Menda zo'r usul bor. Dispanserni qo'yamiz, unga voronkalarni ulayman, kichik platforma shaklida va dispanser o'tadigan joy atrofiga to'siqlarni quraman. Va endi bu tuxumlarni barchasini bu yerga tashlashim mumkin. Xo'sh, PKMni bosamiz, meni barmoqlarim esa og'rib ketyapti. Endi ular doimiy ravishda pastdagi dispanserga tuxum tug'ishadi va men buni ikkita kuzatuvchiga ulab qo'yaman. Shunda u qafas ishiga tinimsiz otib turadi. O'ylashimcha 1 soatdan keyin tovuqlar ko'payib ketishi kerak. Keyin esa hammasini ilib qo'yamiz. Albatta g'alati eshitilyapti. Xo'sh, keyingi savolga o'tamiz. Nayzaga qanday eng kuchli sehrlarni qo'yish mumkin? Agar unga Sharpness 5 ni qo'ya olsak, u rostdan ham kuchli bo'ladi. Sehrlash uchun bir qancha lazurit olaman, o'zimni sehrlash stolimga boraman, chunki menda 131 daraja bor. Rostdan ham Sharpness qo'ysa bo'lar ekan. Yo, Sharpness va looting nima? Looting ham qo'ysa bo'lar ekan. Looting yaxshi. Men tashlanish sehri haqida eshitmagandim. Menimcha bu faqat nayzalar uchun mo'ljallangan. Ajoyib. Qana bosdik. Bu juda ham bomba. Bu narsaga yana sehrlar qo'shsa bo'ladi va barcha sehrlarga ega bo'lish uchun men shunchaki bir nechta olmos nayza yasab, barchasini sehrlab chiqaman va 10 daqiqadan so'ng mana shunday sehrlarga ega bo'la oldim. Eng mukammal nayza. Qandaydir sababga ko'ra unga mending qo'shib bo'lmas ekan. Mayli, keling, qanchalik kuchli ekanligini ko'ramiz. Yo xudoyim, oddiy ursamchi. Bu juda ham dahshat. Qanday qilib bu Minecraftda bor? Mayli, bu yerda hozircha 0 ta tovuq bor. Shuning uchun keling 3-savolga o'tamiz. Turkiya nayzadan foydalana oladimi? Bilaman, bu ahmoqona savol, ammo men buni tezda sinab ko'rmoqchiman. Agar bilmasangiz, Turkiyaga narsa bersangiz og'ziga solib oladi. Shu sababli unga nayza bersam, o'zi nayzadan foydalana oladimi degan o'y keldi. Tovuqni o'ldirma, qani nayzani ol, senga yordam beradi. Xo'sh, negadir u olmayapti. Nima bersam hech narsani olmayapti negadir bu turki. Xo'p, menda meva bor, qani olchi. Ana endi bo'ldi, yaxshi. Yaxshi bo'ldi, endi uning og'zida hech narsa yo'q. Nayzani ol. O, ajoyib. Endi u jang qilish uchun uni tovuqlar oldiga olib borishim kerak. Agar u qafasga sakrab qolsa-chi? Qani olg'a, jang qil. Nega u qochib ketyapti? Tushunib bo'lmayapti. Nega sakryapti? O, yaxshi. O, ishlayapti. Ha, yaxshi ishlayapti.
Yo xudoyim, men qotil tulkini yaratdim. Menda savol bor. Nega qafasni tashqarisida tovuqlar yuribdi? Men buni endi payqadim va agar bilmasangiz, Minecraftda tulkini qo'lga o'rgatish mumkin. Agar biror o'yinchi sizni ursa, tulki ham xuddi bo'ri kabi o'sha o'yinchiga hujum qiladi. Xo'sh, endi nayzani menga qaytar. Mevani ol. Rahmat. Tovuqlarni chiqib ketganini sababi dispanser tuxumlarini otganda u shishadan o'tib ketyapti. Shuning uchun toshdan devor qo'yish buni to'g'irlaydi degan umiddaman. Okey, hammasi ishlayapti. Keyingi savol meni eng yoqtirganim, nayza bera oladigan eng maksimal uron qancha? Agar bilmasangiz